Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Ushbu obyektimizni Yangi Qo'rg'onda yakuniga yetkazdik. 44 million so'mga, tekis 44 million so'mga polni oldi shapkalari, ichkari tomon oldi shapkalari, latolar bilan birga polni yangilab berdi. Oq diplomat ishlarimizni qilib berdi. Hamda mana bu vodostokalarni ham 44 million so'mning ichida qilib 12 komplekt tushirib berdi. Ishimizni ko'rib baho berib qo'yaverasizlar akalar. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu yoq tomon naves. Mana yerdan boshlab lato o'rnatib ketilgan. Mana bunaqa Atsenko lato ekan. Buni almashtirib mokriydan, o'zimiz mokriydan qo'yib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi ishimiz akalar. Buni baho berib qo'yaverasizlar. Darvoza xonasi bor. Polni bir chekkadan ko'rsataman akalar. Ishimizga baho beringlar va mana shu obyektimiz haqidagi fikrlarni kommentariyaga qoldiringlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana bu joyda ham bitta vodostoka bor. Devordan albatta qochirib 4 sm qochirilgan devordan. Orqa tomonlari ochiqligi keyinchalik travertin qilinganda ham xalaqit bermaydi, chiroyli bo'lib, travertinni ham bemalol tagidan orqalarini ham suvab o'tib ketilaveradi. Bu yoq tomonda ham mana polni latolargacha almashtirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Oq matvi tumkalarimizdan foydalanganmiz. Mana bu joy o'stirmasi ozgina kichikroq ekan. Shu joyga alohida baho berib qo'yasizlar. Hovlimiz juda ham ochildi tumkafondan keyin. Uni yerda ozgina to'rga to'r darvoza xonasi bor. Darvoza xonasini ham ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Surchalarga, choklarga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Mana bu darvoza xonamiz high-tech stildagi diplomat ishimizni qilib berdi bu joyga. Bitta ham shu urib ko'rinmagan holatda alkafon stilda qilib berganmiz. O'rtalariga ham alohida baho berib qo'yasizlar akalar. Juda ham chiroyli chiqdi. Endi ko'cha tomonimizni ko'rsataman. Darvoza xonamiz ham juda chiroyli chiqdi, xudo xolasa. O'zimga ham juda ham yoqdi. Hech qanaqa rang aralashtirilmadi. Alkafon roverlarni ham qo'ymadi. Bu joyga o'rtalari ham hamma joyi oppoq bo'ldi. Ko'cha tomonimizda ham latolar Atsenko'dan edi. O'ta holati chatoq holatda ekan, liniyalar ketgan. Mana bir tekis bitta liniyada qilib, cho'tka qilib o'zimiz mokri latolardan yangilab berdik akalar. Hamda 6 ta komplekt vodostoka tushirganmiz. Bu yoqda 4 ta, bu yoq tomonida 2 ta vodostoka tushirib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi akalar, ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Narigi tomonda ham o'zimiz ishlaganmiz, mana bu tomonda ham mana. Vodostokalarni qo'yib berganmiz bu joyga. Oldin 4 yil, 5 yil oldin qilingan butun kafonlar. Hozirgi mana bu o'zimizni qiyiqira modelidan qilyapmiz, mana oppoq diplomatlardan. Bu joyda rangli qilib qilganmiz, maloshni qilib. Endi 3-4 yil oldin ancha modada edi. Endi hozirgi kunda model o'zgarib ketdi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.